Napoleon Bonaparte o'zi ham bu darajada o'limidan keyin mashhur bo'lib ketishini bilmagan bo'lsa kerak. Nima dedilar? To'g'ri, hozir Napoleonning million xil turi bor. Lekin bunisi xuddi o'sha yoshligingizdagi klassik og'zingizda eriydigan pisochni Napoleon. Men sizga hamma siri bilan o'rgataman. Siz oldin bittagina yurakcharni bosib videoni ko'rishda davom eting. Muzday margarinni un bilan yengil harakatlar orqali urvoq qilasiz. Muzday suvga tuxum solib, u aralashmani qo'shamiz va yengil qorib sakkizga bo'lasiz. Aslo Napoleon qorayotganingizda xamir mushlanmaydi. Unlab to'rtburchak qilib ochib olasiz va konvert qilib yopasiz. 5-10 minut tindirasiz, shuni o'zi yetadi. Duxovkani balandroq qilib yoqib, xamirlaringiz bo'lsa unlab ochasiz. List razmeridan kattaroq qilib oching. Shunda pishganda Napoleon qo'shlaringiz kichkina bo'lib kirishib ketmasdan chiqadi. Kremingiz zo'r o'xshab chiqishi uchun sifatli yumshoqqina sariyog' va sifatli molokodan foydalaning. Ish bilan bo'lib oshxonangizda shunaqa chirk bo'lgan idishlar topiladigan bo'lsa, tez magazindan bavini olib keling. Qaynoq suv bilan ikkalovini ko'rishtirib qo'ying. Hammasini ularni o'zi bajaradi. Siz oxirida choy vorsangiz bo'ldi. Napoleon qo'shlarini krem bilan ayamasdan ko'rishtirasiz. Bir qavatini bo'lsa mayda qilib ustiga urvoq uchun ishlatasiz. Men sizga hamma sir asrorlari bilan o'rgatdim. Bunaqa ishonchli retseptni yo'qotib qo'ymaslik uchun sahifamga obuna bo'lishni, o'zingizga ham saqlaningiz qilib olishni unutmasangiz bo'ldi.